Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda nima haqida gaplashamiz? Bugungi video darsligimizda tekin ishlasa bo'ladigan sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Ya'ni oldin bu haqida gaplashamiz. Bu ikkinchi qism hisoblanadi. Hop. Tekin sun'iy intellektlardan qanday foydalanish mumkin? Qanday qilib ishlasa bo'ladi, o'shalar haqida gaplashamiz. Tekin sun'iy intellektlardan ishlatish uchun yana bitta dastur bu Open Code hisoblanadi. Buni qayerdan topamiz desak, buni mana Open Code. Shuni ichiga kiradigan bo'lsak, mana download tugmasi. Yoki-da bu yerda download qilmasdan oddiy SMD orqali yoki-da PowerShell orqali o'rnatish mumkin. Bu har kimning o'z xohishiga bog'liq. SMD va PowerShell orqali yoki shu veb sahifadagi download tugmasi orqali o'rnatish mumkin. Bu o'sha SMD va PowerShell orqali o'rnatish uchun berilgan komanda. Bu saytni original linkini kanalga tashlab qo'yaman. Kanaldan olishingiz mumkin. Hop. Open Code. Open Code. Tashlab qo'ydim. Yoki-da asosiy sahifasi opencode.ai hisoblanadi. O'shanga kirib yuklab olishingiz mumkin. Hop, bu Open Code'da qanday imkoniyatlar bor? Bu yerdan proyekt loyihangizni yuklab olasiz. Yana yangi bo'lim ochishingiz mumkin. Bu yerda nastroyka bo'limi. Keyin ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana sun'iy intellektlar modellar bo'limi. Bu yerda besplatniy, ya'ni bepul bo'lgan sun'iy intellektlar bu Nematron, Open Code o'ziniki, Bigplik, bu ham Mimo, DeepSeek. Xullas shunday besplatniy bepul sun'iy intellektlar bor. Yana qo'shib olish mumkin. Google Gemini, Google'niki, OpenAI, ChatGPT, OpenAIning ChatGPT'si, shunga o'xshagan yana boshqa pullik, bepul boshqa modellarni ham o'rnatib olish mumkin. U asosan o'zidagi bor bo'ladigan besplatniy modellar hisoblanadi.
keyin uni modelni ishlash darajasi default, bu o'zi default holatda ishlaydigan darajasi. Bu undan yaxshiroq holatda ishlashi va maksimal holatda ishlashi uchun shunaqa 3 ta holatda ishlatiladi. Bu yerda fayllar, komandalar, bo'lim o'sha kerak bo'ladigan fayllarni yuklash mumkin. Keyin bunda yana bitta nima bor? Limit. Kunlik limit mana shu yerda hisoblab turadi. Mana stoit most $0 deyapti. Ya'ni tekin. Bu shu joyda turgan holda ham nima qilish mumkin? Loyiha biriktirish mumkin. Mana shu tugmani bosadigan bo'lsak, asosiy sahifaga chiqadi va bu yerdan proyektning yonidagi o'sha добавить proyekt qiladigan bo'lsak, bu yangi loyiha qo'shadi. Agar mana bu новая sessiya qiladigan bo'lsak, yangi o'sha proyekt uchun yangi chat ochib beradi. Bu o'sha tekin sun'iy intellektning ikkinchi qismi hisoblanadi. Bu haqida yana nimalar aytishimiz mumkin? Masalan, bitta loyiha ichida ishlayotgan bo'lsak, unda deylik SMD bu yerdan chiqmaydi. Bu yerda GitHubga yuklash, boshqa izmail qilish o'shalar. SMDni qayerdan chiqaraman deydigan bo'lsak, Vibe bo'limidan toggle terminal qiladigan bo'lsak, mana shu yerda o'zining SMD ya'ni terminal oynasi ochiladi. Bu menga shart emas deydigan bo'lsak, SMD qilamizda o'zimizda bor bo'ladigan tayyor dastur o'zi yuklangan SMDdan yokida PowerShell'dan foydalanishimiz mumkin. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsak, bu asosan open code o'sha prompt engineering uchun yangi kiritilayotganlar, yangi startup boshlayotganlar uchun bo'lgani uchun bu faqat shu prompt orqali ishlashga, vibe coding qilishga mo'ljallangan. SMD o'shaning uchun asosiy oynada ko'rinmaydi. Asosiy oynada ko'rinmaydi va shu orqali biz mana shu Vibe bo'limidan toggle terminal qilib uni yo'qqa chiqarib olishimiz mumkin. Yokida o'sha PowerShell orqali select qilamizda o'zimizga kerak bo'lgan qo'shiqni qo'ygan holatda o'zimizga kerak bo'lgan bironta bir faylni yozadigan bo'lsak, o'sha orqali ichiga kirib uni run qilib ishlatib ko'rishimiz mumkin. Bu ham terminal ishlashda yangi bir yo'l hisoblanadi. Ya'ni prompt uchun ishlab chiqarilgan yoki vibe coding uchun ishlab chiqarilgan dasturlarda agar terminal qayerdaligini topa olmasangiz, o'sha SMD PowerShell orqali shunaqa qilib ishga tushirib tekshirib ko'rish mumkin. Bu o'sha tekin sun'iy intellekt bo'yicha videomizda ikkinchi qismi edi va ko'rsatmoqchi bo'lganim shulardan iborat. Asosan modellar haqida aytdik. Yana bitta narsa. Bu bepul modellar orasida faqat bittasi
tekst va изображение, ya'ni tekst, matn va rasm holatida ishlaydi. Bu Memo V2.5 modeli hisoblanadi. Bular faqat tekst va izobrajeniyada ishlaydi. Qolganlari faqat tekstda, ya'ni tekst holatda ishlaydi. U rasmni ochishga dostуп yo'q unda. Faqat tekst o'qib o'shandan vibe coding qiladi. Memo V2.5 bo'lsa, u tekst va izobrajeniya, rasm ham o'qiy oladi. Rasm va tekstni ham birgalikda yuborsa bo'ladi. Qolganlari esa faqat tekst holatda ishlaydi. Tekst holatda ishlaydi. O'shaning uchun rasm va tekst yuborayotganda albatta modelni o'zgartirib qo'yish kerak, chunki agar yuborayotganingizda rasm bo'lib qolsa, siz tekst o'qiydigan model qo'ygan bo'lsangiz, u rasmingizni o'qimaydi. Bu rasmni o'qimaskan deb demasligingiz uchun albatta shu joyni ham aytib ketishim kerak. Faqat mana shu besplatniyalar ichida Memo V2.5 modeli tekst va izobrajeniyada ishlaydi. Yana qo'shsa ham bo'ladi, bu aytganimizdek OpenAIga tegishli bo'lgan ChatGPT, Google'ga tegishli bo'lgan Gemini, boshqa modellarni ham yuklab olsa bo'ladi. Yana qo'shimcha aytdik, boshqa qo'shimchalari boshqa qo'shimchalari qolmadi. Shu ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundanda hali yaxshi sun'iy intellektlar, vibe coding, startaplar uchun, prompt engineering uchun kerak bo'ladigan yaxshi sun'iy intellektlar haqida bundanda yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Shunday yaxshi yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun like, podpisatsiya va izoh yozishni kutib qolaman. Bu biz uchun yuksalishda, ko'pchilik ko'rishida, ko'proq videolar ichida aylanishda bizga yordam beradi. O'shaning uchun bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lib qo'ying va albatta izoh yozib qo'ying. O'zingizga kerak bo'ladigan savollar bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Biz uni ko'rib chiqib albatta javob berishga harakat qilaman. Doim biz bilan bo'lsangiz, shunday yaxshi videolar, kontentlar ko'rishda davom etasiz inshaalloh.